Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlar bilan hammamizni tashvishga solayotgan, hattoki ba'zilarda katta qo'rquv uyg'otgan bir mavzu haqida atroflicha suhbatlashmoqchiman. Gap shundaki, oxirgi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda va hatto odamlar orasida Irmaydan boshlab pensionerlarning hayoti butunlay o'zgaradi. Hamma qo'rqqan narsa ro'y berdi degan mish-mishlar keng tarqalmoqda. Bu xabarlar ko'pchilik qariyalarimizning tinchini buzdi, ularni sarosimaga soldi. Bugun men sizlarga bu vaziyatga oydinlik kiritish, haqiqatni aytib berish uchun shu yerga keldim. Ushbu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari va ularning yaqinlari uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Oxirgi bir necha hafta davomida odamlar orasida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda Irmaydan boshlab barcha pensiyalar qayta hisoblanadi. Ko'pchilikning pensiyasi keskin kamayadi. Chunki ish staji va ish haqi bo'yicha yangi, qattiqroq talablar kuchga kiradi degan xabarlar tarqala boshladi. Ba'zi xabarlarda hatto ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari butunlay to'xtatiladi yoki ularga faqat eng kam pensiya miqdori to'lanadi degan gaplar ham yuribdi. Bu xabarlar ko'plab pensionerlarimizni, ularning oila a'zolarini chuqur tashvishga soldi. Yillar davomida ishlagan mehnatimiz endi bekorga ketdimi? Qariyalarning haqqini ham kesishadimi? Endi qanday yashaymiz? Kabi savollar har bir keksaning dilida paydo bo'ldi. Hali eslayman, bir paytlar pensiyaga chiqish juda oddiy jarayon edi. Siz belgilangan yoshga yetganingizda tegishli hujjatlarni, ish kitobchasi, maosh haqidagi ma'lumotnomalar taqdim etardingiz va pensiya jamg'armasi sizning stajingizni, maoshlaringizni hisoblab pensiya tayinlar edi. Bu jarayon ko'p hollarda qo'lda hujjatlarni tekshirish orqali amalga oshirilardi. Ba'zan ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar yetishmaganda guvohlar orqali ham staj tasdiqlangan holatlar bo'lgan. Hatto oxirgi 5 yil ichidagi istalgan 5 yil maoshini tanlash imkoniyati ham mavjud edi. Bu esa pensionerlarga ko'proq manfaat keltirardi. Biroq bugungi kunda jamiyatimizda axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Hukumat ham barcha sohalarni raqamlashtirishga, qog'ozbozlikni kamaytirishga harakat qilmoqda. Pensiya tizimi ham bundan mustasno emas. Yangi tizimda asosiy e'tibor raqamli ma'lumotlarga, ya'ni elektron bazalardagi staj va ish haqi ma'lumotlariga qaratilmoqda. Aynan shu o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi tushunmovchiliklar, noto'g'ri talqinlar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar pensionerlarimiz orasida katta qo'rquv paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Aslida esa gap pensiya jamg'armasi to'g'risidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartishlar yoki aniqliklar haqida ketmoqda. Bu o'zgarishlar tizimni shaffofroq va adolatliroq qilishga qaratilgan. Ammo afsuski, bu o'zgarishlar noto'g'ri talqin qilinib, go'yo hamma pensiyalar keskin kamaytirilar ekan degan mish-mishlar tarqalib ketdi. Aslida yangi qoidalar ba'zi holatlarda pensiya hisoblash tartibini aniqlashtiradi. Bizi bir ilgari mavjud bo'lmagan cheklovlarni joriy etishi mumkin. Lekin bu hamma qo'rqqan narsa ro'y berdi degan darajada emas. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Asosiy qism bet. Nima bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, Irmaydan boshlab barcha pensionerlarning pensiyalari avtomatik tarzda qayta hisoblanishi yoki keskin kamayishi haqidagi gaplar mish-mishdir. Hukumat tomonidan pensionerlarning turmush sharoitini yomonlashtirishga qaratilgan bunday keskin qaror qabul qilingani yo'q. Aksincha, davlatimiz har doim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, xususan pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Biroq pensiya jamg'armasi tizimida ma'lum bir aniqliklar va mexanizmlarga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lib, aynan shu narsalar noto'g'ri talqin qilingan. Keling, konkret misollar bilan tushuntiraman. 1. Qo'rqmasligi kerak bo'lganlar. Rasmiy ish staji to'liq tasdiqlangan pensionerlar. Aksariyat pensionerlarimiz uchun, xususan, butun umr rasmiy korxona yoki tashkilotlarda ishlagan. Ish kitobchalari tartibli yuritilgan. Ish haqi ma'lumotlari pensiya jamg'armasining elektron bazasida mavjud bo'lgan shaxslar uchun hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Ularning pensiyalari Irmaydan keyin ham avvalgidek to'lanishda davom etadi. Ular uchun hech narsa o'zgarmaydi. Misol,
Oysha xola 40 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning ish kitobchasi to'liq yuritilgan. Har oy maoshi rasmiy ravishda bankka o'tkazilgan. Oysha xola allaqachon pensiyaga chiqqan va har oy o'z pensiyasini olib kelmoqda. Oysha xola uchun irmaydan hech narsa o'zgarmaydi. Uning pensiyasi kesilmaydi. Qayta hisoblanmaydi. Agar u o'zi ariza bermasa, albatta. Sababi uning barcha ma'lumotlari elektron bazada mavjud va tekshirilgan. Ikki xavotirlanishi mumkin bo'lganlar, lekin bu vaziyatni hal qilish mumkin. Ish stajining bir qismi norasmiy bo'lgan yoki ma'lumotlari to'liq bo'lmagan pensionerlar. Mana bu guruh uchun biroz e'tiborli bo'lish talab etiladi. Ba'zi fuqarolar sobiq ittifoq davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida norasmiy ish joylarida, kolxozlarda ish staji bo'lishi mumkin. Ammo bu staj hujjatlar bilan to'liq tasdiqlanmagan yoki ish kitobchasida aniq yozilmagan. Yoki ba'zi bir maosh ma'lumotlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda pensiya tayinlashda asosiy e'tibor elektron bazadagi ma'lumotlarga qaratilmoqda. Agar sizning stajingizning bir qismi pensiya jamg'armasining elektron bazasida aks etmagan bo'lsa, siz xavotirga tushishingiz mumkin. Ammo bu holatda ham birdaniga pensiya kamayishi shart emas. Sizga bu stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar beriladi. Misol, Akrom aka 30 yildan ortiq stajga ega. Uning 25 yillik staji davlat korxonasida o'tgan va hujjatlarda to'liq aks etgan. Lekin 5 yil davomida kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan va o'sha davrdagi ish kitobchasi yoki maosh ma'lumotlari to'liq emas. Akrom aka allaqachon pensiyada. 20 oydan keyin uning pensiyasi darhol kamayib ketmaydi. Ammo agar pensiya jamg'armasi uning ma'lumotlarini tekshirish jarayonida 5 yillik staji bo'yicha aniq ma'lumotlarni topmasa, unga bu stajni tasdiqlash uchun murojaat qilish taklif qilinishi mumkin. Agar tasdiqlanmasa, kelajakda uning pensiyasi hisob kitobida bu 5 yil hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu birdaniga emas, balki aniqlashtirish jarayonidan keyin sodir bo'ladi. Akrom aka shoshilinch ravishda o'sha 5 yillik stajini tasdiqlovchi hujjatlarni izlash yoki guvohlar orqali tasdiqlashga urinishi kerak. O'ti yangi qoidalar kimlarga ta'sir qilishi mumkin? Ishlayotgan pensionerlar. Mishlarda eng ko'p muhokama qilingan guruhlardan biri ishlayotgan pensionerlar. Aytilishicha, ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lanmaydi yoki ular faqat eng kam pensiya oladi. Bu ham to'liq haqiqatga mos kelmaydi. Aslida qonunchilikda ishlayotgan pensionerlarga to'lanadigan pensiya miqdorini aniqlashtiruvchi ba'zi bandlar mavjud. Odatda ishlayotgan pensionerlar uchun pensiyaning asosiy qismi to'lanadi. Ammo ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar ish haqiga bog'liq ravishda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu pensiyaning keskin kamayishi degani emas, balki ma'lum bir qo'shimcha imtiyozlar bo'yicha tushuntirish deganidir. Bu holatda pensiya miqdori kesilishi emas, balki uni hisoblash tartibi aniqlashtirilishi mumkin. Misol, Gulnora opa pensiyaga chiqqan bo'lsa-da, yana to'liq stavkada ishlamoqda va qo'shimcha daromad topmoqda. U hozirda ham pensiya, ham ish haqi oladi. Ba'zi mishmishlar Gulnora opaning pensiyasi butunlay to'xtatilishini yoki faqat minimal darajada to'lanishini taxmin qilmoqda. Ammo bu noto'g'ri. Hukumat ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lashni bekor qilish niyatida emas. Lekin kelajakda qonunchilikda masalan ishlayotgan pensionerlarga beriladigan ba'zi bir maxsus qo'shimcha ustamalar yoki imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu degani uning asosiy pensiyasi saqlanib qoladi. Lekin ba'zi qo'shimcha to'lovlar agar mavjud bo'lsa, o'zgarishi mumkin. Bu esa umumiy miqdorga juda o'z ta'sir qilishi mumkin, lekin to'liq kesish yoki muzlatish degani emas. Gulnora opa kabi ishlayotgan pensionerlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zlarining shaxsiy holatlari bo'yicha aniq ma'lumot olishlari kerak. 4. Nima uchun bunday o'zgarishlar muhokama qilinmoqda? Bu o'zgarishlarning tub sababi pensiya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va kelajakda har qanday xato yoki suiiste'molliklarning oldini olish. Davlat endi faqat elektron bazalardagi ma'lumotlarga asoslanishga harakat qilmoqda. Bu esa har bir fuqaroning mehnat staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlarning aniq va to'g'ri bo'lishini talab qiladi. Shuningdek, pensiya jamg'armasi moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida ham ba'zi aniqliklar kiritilmoqda. Bu umuman olganda tizimni mustahkamlashga xizmat qiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi pensiya qonunchiligida ham istisnolar, ba'zi bir e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar mavjud. Mana shu nuanslarni tushunish
juda muhimdir. 1. Qo'lda yozilgan ish kitobchalarining ahamiyati. Hozirgi kunda barcha ma'lumotlar elektron bazaga o'tkazilayotgan bo'lsa-da, eski namunadagi qo'lda yozilgan ish kitobchalari hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Agar sizning ish stajingizning bir qismi elektron bazada yo'q bo'lsa, siz ish kitobchangizning asl nusxasini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz va ma'lumotlarni tekshirishni so'rashingiz mumkin. Ayniqsa 2005 yildan oldingi davr uchun bu juda muhim. Chunki ko'plab tashkilotlar o'sha paytlarda elektron hisobotlarni to'liq yuritmagan. Shuning uchun ish kitobchangizni ehtiyot qiling va kerak bo'lganda taqdim etishga tayyor turing. Bu degani, agar sizning stajingiz elektron bazada ko'rinmayotgan bo'lsa, bu avtomatik tarzda yo'q degani emas. Siz uni hujjatlar orqali tasdiqlash imkoniyatiga egasiz. 2. Pensiya miqdorini hisoblashda eng maqbul davr. Ilgari pensiya miqdorini hisoblashda oxirgi 10 yil ichidan eng yuqori ish haqi olingan istalgan 5 yilni tanlash imkoniyati bor edi. Hozirda ham bu imkoniyat saqlanib qolganmi yoki qanday o'zgarishlar bo'lganini aniqlashtirish zarur. Yangi qoidalar pensiya hisoblashda ish haqi ma'lumotlariga nisbatan yanada qattiqroq talablar qo'yishi mumkin. Ya'ni faqat rasman tasdiqlangan soliq to'langan ish haqlari hisobga olinadi. Agar sizning maoshlaringizning bir qismi konvertda olingan bo'lsa va bu rasmiy ma'lumotlarda aks etmagan bo'lsa, afsuski, bu qism pensiya hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda ayniqsa tadbirkorlik sohasida norasmiy ishlaganlar yoki yuqori maosh olib, undan kamroq soliq to'laganlar ehtiyot bo'lishlari kerak. 3. Imtiyozli pensiyalar va qo'shimcha ustamalar. Ba'zi kasb egalari, masalan, konchilar, xavfli sharoitlarda ishlaganlar, shifokorlar, o'qituvchilar imtiyozli pensiyalarga yoki qo'shimcha ustamalarga ega bo'lishadi. Yangi qoidalar bu imtiyozlarga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirish muhim. Odatda bunday imtiyozlar davlat tomonidan kafolatlangan bo'lib, ular keskin bekor qilinmaydi. Ammo ularni olish tartibi yoki tasdiqlash mexanizmlari biroz o'zgarishi mumkin. Masalan, imtiyozli stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha tibbiy xulosalar yoki ish sharoitlari haqidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli imtiyozli pensiya oluvchilar ham o'z pensiya jamg'armasidagi shaxsiy fayllarni tekshirishlari zarur. 4. Nogironlik pensiyalari va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Bu turdagi pensiyalar odatda ish stajiga bog'liq bo'lmaydi va ijtimoiy himoya mexanizmlariga kiradi. Ular uchun ham 20 oydan boshlab keskin o'zgarishlar kutilmayapti. Agar qonunchilikda ushbu turdagi pensiyalarni olish tartibi yoki miqdoriga oid o'zgarishlar bo'lsa, bu haqda davlat tomonidan alohida va keng tushuntirish beriladi. Ammo hozirda bunday pensiya oluvchilar uchun qo'rquvga asos yo'q. 5. Pensiyani qayta hisoblash imkoniyatlari. Ba'zi holatlarda agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz va qo'shimcha staj to'plagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblash uchun ariza berishingiz mumkin. Bu degani, sizning pensiyangiz miqdori o'sishi mumkin. Bu imkoniyat yangi qoidalar bilan bekor qilinmagan. Aksincha, pensiya jamg'armasi fuqarolarni o'z huquqlaridan foydalanishga chorlaydi. Shuning uchun agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, pension fondiga murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblashni so'rashingiz mumkin. Bu sizning foydangizga xizmat qiladi. Eng katta tuzoq bu noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish va vahimaga berilishdir. Har qanday shubhali xabarlarni tekshirish va faqat rasmiy manbalarga ishonish juda muhimdir. Mish-mishlar ko'pincha vaziyatni jiddiyroq qilib ko'rsatadi. Bu esa ortiqcha stress va tushkunlikka olib keladi. Amaliy maslahat. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz aziz tomoshabinlar nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga bir nechta aniq va amaliy tavsiyalarni beraman. Bigi. Rasmiy manbalarni tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam. Bu pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytini yoki bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligining rasmiy saytalarini kuzatib borish. Shuningdek, hukumatimizning rasmiy matbuot xizmatlari va milliy telekanallar orqali beriladigan ma'lumotlarga e'tibor qarating. Faqat rasmiy ma'lumotlarga ishoning. Telegramdagi noma'lum kanallar yoki shaxsiy suhbatlarda tarqalgan xabarlarga ishonmang. 2. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar sizda o'z ish stajingiz yoki ish haqingiz bo'yicha shubhalar bo'lsa yoki umuman o'z ma'lumotlaringiz qanchalik to'liq ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling.
siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ya'ni pensiya jamg'armasining elektron bazasida qancha ish stajingiz qayd etilganligini, qaysi davrlar hisobga olinganligini aniqlashingiz mumkin. Bu xizmat davlat xizmatlari markazlari orqali ham taqdim etiladi. O'ting. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. İş kitobchangizni, diplomlaringizni, turli ma'lumotnomalarni agar sizda mavjud bo'lsa, barcha mehnat faoliyatingizga oid hujjatlarni tartibga soling. Agar sizda biror bir hujjat yetishmayotgan bo'lsa, uni tiklash choralarini ko'ring. Ba'zan arxivlardan ma'lumotnomalar olish mumkin. Ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrdagi stajingiz bo'yicha ma'lumotlar elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ish kitobchangizning asl nusxasi juda muhim hisoblanadi. 4. Davlat xizmatlari markazlari DXMga murojaat qiling. Qism orqali siz pensiya va nafaqa tayinlash, qayta hisoblash yoki ma'lumotlarni tekshirish bo'yicha arizalar berishingiz mumkin. Bu markazlar sizga kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda va ma'lumotlarni aniqlashtirishda yordam beradi. U yerda mutaxassislar sizning savollaringizga aniq javob beradi va qanday hujjatlar kerakligini tushuntiradi. 5. Pensiya jamg'armasi telefon raqamlariga bog'laning. Agar sizda qandaydir shubhalar yoki savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki hududiy bo'limlariga qo'ng'iroq qiling. U yerda sizga mutaxassislar aniq va to'g'ri ma'lumot berishadi. Bu sizni vahimadan qutqaradi va noto'g'ri ma'lumotlarga ishonishdan saqlaydi. 6. Tushuntirish ishlarida faol bo'ling. Agar siz yuqoridagi ma'lumotlarni tushungan bo'lsangiz, iltimos o'z oila a'zolaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga va do'stlaringizga, ayniqsa keksa avlod vakillariga bu ma'lumotlarni yetkazing. Ularga mish-mishlarga ishonmaslikni, faqat rasmiy manbalardan ma'lumot olishni tushuntiring. Bu umumiy xavotirni kamaytirishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Xulosa qilib aytganda, iyirmaydan boshlab pensionerlarning hayoti keskin yomonlashishi, pensiyalarning ommaviy ravishda kesilishi haqidagi mish-mishlar haqiqatga mos kelmaydi. Bu yerda gap pensiya tizimini takomillashtirish, uni raqamlashtirish va shaffofligini oshirishga qaratilgan aniqliklar haqida ketmoqda. Ha, ba'zi holatlarda ayniqsa norasmiy staji bor yoki ma'lumotlari to'liq bo'lmagan shaxslar uchun o'z ma'lumotlarini rasmiylashtirishga to'g'ri kelishi mumkin. Ammo bu pensionerlarning huquqlarini buzish emas, balki tizimni adolatliroq qilishga qaratilgan harakatlardir. Unutmangki, har doim ishonchli va rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Har qanday shubhali xabarga ishonishdan oldin uni tekshirishga harakat qiling. Bu sizni ortiqcha tashvishlardan xalos etadi. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizning ko'plab savollaringizga javob berdi va xavotirlaringizni bir oz bo'lsa-da tarqatishga yordam berdi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha yana savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Ushbu videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. Sog' bo'ling, azizlar.